Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Kimlarga pensiya tayinlanadi va shu haqda batafsil. Yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkaklarga 60 yoshga to'lganda va 25 yil ish staji, ayollarga 55 yoshga to'lganida va 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etilgandan nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi va ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab, ish haqi hisoblangan davrlar, yakka tartibdagi tadbirkor o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davrlar va ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab, ish haqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davrlari jami 20 yil bo'lganida 54 yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud bo'ladi. Va bunda yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarish uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil, jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.